Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar, aziz qadrdonlar. Zimocha Jackson mahsulotlari aynan aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi faoliyat egalariga. Marhamat, agarda sizda diqqat, xotira, tafakkurda qiynayotgan bo'lsangiz yoki magnit bo'ronlarini borgan sari sezayotgan bo'lsangiz, Zimocha iching. Miyani ortiqcha nagruzkalardan himoya qiladigan, repetitorga qatnayotgan o'quvchilarimizga juda ham qo'l keladigan, bundan tashqari ayollarimizni klimaks og'ir o'tishida yordam berayotgan, qizib sovib ketishlariga juda ham yaxshilovchi, uyquni yaxshilovchi, kayfiyatni ko'taruvchi hamda depressiyadan xalos qiluvchi Zimocha ichimligini iching. Bu Ganoderma lucidum ekstrakti hamda ajoyib kakao aralashmasidan iborat bo'lib, nafaqat yosh kattalarga, farzandlaringizga ham bemalol yoqimli ta'm beruvchi ajoyib ichimlik hisoblanadi. Aynan o'smir qizlarimizda follikulani vaqtida yetilmasligi yoki bo'lmasa o'sha hayz siklini buzilishlarida bemalol tavsiya qiling. Ularni me'yorlashtirib, premenstrual sindrom holatlarida og'riq qoldirish, kayfiyatni ushlab turish va hokazolarga juda ham yaxshi yordam beradi. Miyani ortiqcha nagruzkalardan nafaqat himoya qilibgina qolmasdan, bundan tashqari miyani to'yintirish, kislorod bilan to'yintirish imkoniyatini beradi. Har qanaqangi imtihonlarga kirishdan oldin yoki imtihon vaqtida bemalol iching, iste'mol qiling. Agarda unga ulun ko'k choy qo'shilgan bo'lsa-chi, bunisiga nima deysiz? Bu qo'limdagi ikkinchi variant Zimocha Mix deb ataladi. Bu Xitoy ulun choyi qo'shilgan Zimocha mahsulot. Buni bemalol qon bosimi yuqori bo'lgan insonlar ham iste'mol qilishlari mumkin. Juda ham kuchli antioksidant moddalar mana shuni yaxshilaydigan, ortiqcha vazndan himoya qiladigan, ortiqcha semirib ketishdan himoya qiladigan yaxshi mahsulotlarimizdan hisoblanadi. Ajoyib xushtan mahsulot. Buni bemalol homiladorlik paytida ham iste'mol qilishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Marhamat, olib oilaviy foydalanish imkoniyati sizning qo'lingizda.